Obid aka, yana nimani boshladingiz? Nima olib keldingiz bunday gapiring? Qayda? Va gapiring bunday patishlar. Sovun keldi, sovun. Aziz, men qarasan, sen boru boshqa odam bo'lmaysan. Nima bu aka? Qanaqa sovun yana? Sovun keldi, qichir, 10 xili bor. Men xillarni ko'rsatdim. 10 xil. Voy, gap yo'q. Aka, qayerdan keldi bu sovunlarimiz aka? Xitoydan keldi, bilaman. Xitoydan keldi. Ha. Narxini xo'jayingiz chiqarib beradi, biz hozir narxini bilmaymiz. Ochib ko'rsatsa ham yo shart emas. Ko'rsang aka, mana ko'rsatsa ko'rsataveramiz, bilasan-ku mana. Biz faqat yengillik qilishni to'xtamaymiz. to'xtamaymiz. To'xtamaymiz, to'ppa-to'g'ri mana. Qichiq. Sovun o'dari, vosh, katta sovun. Mana. O'zini maxsus har doim qopchasi buni. Nachalkali. Parfum. Bittasini ichini olib tashlaysizligini. Bosaverasiz, cho'milaverasiz. Narxi endi xo'jayingiz chiqarib beradi. Men narxini bilmayman, to'g'risi. Hozir so'radim. Bomba narxini chiqarib beradi. Narxlardan ham arzon bo'ladi. Komment, podpiska, like, ayamasanglar narxini Adres tushuntiring. Adres so'rayotganligi. Har doim ikkinchi polian, oziq-ovqat ikkinchi polian, 100 magazin. Horizon. 10 xili bor, hali ochmadik. Endi bezarib to'g'ri zerikib qoldik, ochaverib. Balkim chiqib qolishi mumkin yana. Aslida men bomba. Chiroyli narxda qilib beramiz. Mana yangi shogird oldim, shopir oldim yangi. Haydi. Ketdi.